2025-yil 13-fevral kuni O'zbekiston Respublikasining 1030 sonli qonuni qabul qilindi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mana 14-fevraldan qonun kuchga kirdi. Ushbu qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga 49 ta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endi ko'pchilik kadrlarimiz qo'rqib ketishmasin, va 49 ta o'zgarishni qanday biz nima qila olamiz? O'rganib chiqa olamiz. Endi aksariyat o'zgarishlar bu texnik o'zgarishlar. Ya'ni oldin mana O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi edi. Endi mana vazirlik nomi o'zgargan, bilamiz, shu to'g'rilab qo'yildi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. Ayrim o'zgarishlar mana texnik o'zgarishlar. Endi bevosita mana kadrlarimizda, yuristlarimizni amaliyot bilan bog'liq o'zgarishlar ham kiritildi. Misol savolda so'ralganday, misol o'sha Mehnat kodeksining 233, 234-moddalariga o'zgartirish kiritildi yoki mana 124-modda ishga qabul qilishda zarur bo'lgan hujjatlarga o'zgartirishlar kiritildi. Endi mana shu ta'tillar masalasiga men to'xtalib o'tmoqchiman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ayrim noto'g'ri fikrlar shakllanib qolyapti. Mana endi xodimlarga ta'til puli to'lanmas ekan, yakshanbaga endi ta'til pulimiz kam chiqar ekan yoki xodimda endi ta'tillari kuyib ketar ekan, foydalanmagan ta'tillari uchun pullik kompensatsiya to'lanmas ekan degan asossiz xabarlar tarqalyapti-da. Demak, bu o'zi oldin ham shundoq ham, hurmatli tinglovchilar, yakshanbaga pul to'lanmas edi. Mana oddiy misol, siz 21 kalendar kun ta'tilga chiqdingiz. Mehnat kodeksi mana 217-moddasi. Kamida 21 kun ta'tilga chiqsangiz, ish kuniga pul to'lanar edi. Ya'ni 21 ni 7 ga bo'lamiz. Nimaga? Chunki bir haftamiz 7 kun. Ya'ni 21 ni 7 ga bo'lsak 3 kere 6 18. Nimaga? Chunki yakshanbani chiqarib tashlayapman-da. Ya'ni siz 21 kun ta'tilga chiqsangiz 18 ish kuniga pul olardingiz. U oldin ham shunaqa edi. 233-modda, 234-moddaga o'zgarish kiritilgunga qadar ham oldin ham shundoq ham siz misol 21 kun ta'tilga chiqsangiz 18 ish kuningizga pul olardingiz. Bu vahimaga hojat yo'q. Endi shu narsa kodeksga ham kiritib qo'yildi. O'zi bu qonunchilik hujjatlarimizda bor edi. Misol, Vazirlar Mahkamasining 2023-yildagi 263-son qarori bor. Pedagog xodimlarga o'sha masalan 56 kalendar kungacha yillik uzaytirilgan ta'til beriladi. Oxirida izoh qismida yozib qo'yilganidiki, yakshanba hamda ishlanmaydigan bayram kunlariga haq to'lanmaydi deb ketgan. Endi ko'pchilik, "Yo'q, bu pedagoglarga taalluqli-yu, bizga taalluqli emas" deb yurganlar bor edi. Mana keyinchalik 2024-yilda mana 14-noyabr kuni Vazirlar Mahkamasining 758-son qarori qabul qilindi. Mana 758-son qaror 14 ta ilovadan iborat. Shuni mana 5-ilovasi alohida holatlar uchun o'rtacha oylik haqini hisoblab chiqishga bag'ishlangan. Ana o'sha 5-ilovani 8-bandi nima deyapti? Har yilgi mehnat ta'tili uchun haq to'lashda yakshanba hamda bayram kunlariga haq to'lanmaydi deyapti. Endi bayram kunlari degan jumla ketgan, o'zi aslida ishlanmaydigan bayram kunlari deganda maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni yakshanba hamda o'sha 9 ta ishlanmaydigan bayram kuniga haq to'lanmaydi. Shundoq ham bu qonunchilikda bor edi. Endi shu narsalar mana Mehnat kodeksining 233, 234-moddalariga o'zgartirish kiritildi. Bu oldin ham o'zi shu amaliyot bor edi, hurmatli tinglovchilar. Demak, yana bir bor tushuntiraman, o'sha 21 kun ta'tilga chiqsangiz sizga 18 ish kuniga pul to'lanadi yoki shartnoma bekor qilinyapti. Mana foydalanmagan ta'tillar uchun pullik kompensatsiya to'lanadi 234-moddaga muvofiq. Ana o'sha foydalanmagan ta'tillaringiz uchun pullik kompensatsiya to'lanayotganda ham yakshanba chiqarib tashlanar ekan. Aytaylik, siz 1 yil ishladingiz, ta'tilga chiqmadingiz. Shartnomani bekor qilyapsiz. Demak, shartnoma bekor qilyapsiz. Ta'tilingiz o'sha eng kami 21 kun bo'lsangiz, 21 da aytaylik 12 oy ishlagansiz, misol to'liq ishlagansiz, endi 21 kun ta'til olishga haqli edingiz, lekin shartnoma bekor qilinyapti. Siz o'zingiz xohlab ketyapsiz, misol bo'shab yoki boshqa har qanday asosga ko'ra shartnoma bekor bo'lyapti. Siz to'liq 21 kun ta'til olishga haqli edingiz. Endi o'sha 21 kun ta'tilingizni sizga pulini beradi, shartnoma bekor qilinayotganda. Ana o'sha pullik kompensatsiya to'laganda ham sizga 18 ish kuningizga pul to'lab berar ekan. Demak, buni noto'g'ri tasavvurga bormanglar. Endi ta'til pullarimiz kamayib ketar ekan, endi ta'tilimiz nima deydi? Kamayib ketar ekan degan tasavvurlar ham bo'lyapti. Yo'q, ta'tilingiz kamaymaydi. O'sha 21 kun ta'tilga chiqasiz, 21 kun dam olasiz, faqat o'sha aytaylik 18 ish kuniga sizga pul to'lanar ekan. Shartnoma bekor qilinganda yoki ta'til pullik kompensatsiyaga almashtirilganda ham, demak, o'sha yakshanba chiqarib tashlanar ekan.